Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari. Bugun siz bilan nihoyatda katta yangilik haqida gaplashamiz. FC Mobile yangi mavsum rasmiy ravishda boshlandi va men sizga hozir shu yangi sezonda nimalar o'zgarganini, qanday boshlash kerakligi va eng muhimi ilk kunlarda nimalarga e'tibor berish haqida tez, aniq va foydali ma'lumotlar beraman. Bu mening YouTube'dagi birinchi videoyim va sizlar bilan birga FC Mobile bo'yicha eng foydali kontentlar tayyorlab boraman. Agar yangi mavsum sizga ham qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va izohlarda yozing. Sizningcha hozir mavsumda eng kuchli pozitsiya qaysi? Trivodnom, ya'ni 3-1da pakni sotib oldim. Bu yerda menga points, Sunset ozmoz monetga beradi. Points menga hozir yangi mavsumda 50 pointsdan ochiladigan paklar bor ekan, shuning uchun sotib oldim. Ko'rib turganingizdek points Sunset monetga. Mana o'yin ichiga kirganimiz zahoti o'zgarishlar darhol sezildi. Menyular yangilangan, dizayn yanada jozibador va qulay. Eventlar qayta tiklangan, ayrimlar esa to'liq yangilangan. Eng muhimi, o'yin mexanikasi biroz tezlashgan, pressing kuchaygan va himoyadagi al ham o'zgargan. Mana men sizlarga aytgan 50 pointslik paklar. Xo'sh. Bu yerda birinchi pakni ochish bepul ekan. Qani ko'ramiz nima chiqargan. 8 Sunset berdi. Yaxshi, yomon emas. O'zi aslida bu paklarning ichida menimcha yomon ham yo'q. Hammasi yaxshi. Nisbatan sal kamroqlari bor ekan. Buni oxirrog'ida ochamiz, videoni oxirrog'ida, chunki videoni oxirigacha ko'rishingizlar uchun. Yangi seansda muvaffaqiyat kaliti kundalik topshiriqlar. Sizga coin, game va tokenlar beradi. Har bir seans boshida eventlar samarali bo'ladi. Ular orqali kuchli o'yinchilar, paklar va XPni olish osonroq. Video davomida magazindan ham paklarni ochamiz. Umid qilamanki, yaxshigina futbolchilarni qo'lga kiritamiz. Qo'llab-quvvatlab, like bosib turasiz degan umiddaman. Point sotib olganim uchun bonus berilgan. 4 futbolchidan birini tanlashim kerak. 4 futbolchidan birini hozir tanlab olaman. Bu yerda himoyachi, yarim himoyachi, hujumchi. Ikkita hujumchi ekan. Bu yerda menga hozir yarim himoyachi kerak asosan. Shuning uchun yarim himoyachini olaman. Bu yerda hozir ligada ham bizga atalgan sovg'a bor ekan. Birinchi nagradga xo'sh 107 dan 115 gacha qana kim shu? 109 HP yarim himoyachi. Yaxshi bo'ladi. Boshlanishiga akkaunt yangi. Bu yerda ham sovg'alar bor ekan. Doполнительный времяga tashrif buyuramiz, ko'ramiz bu yerda kimlar tushadi. Bu yerda yana bizga sovg'a bor ekan. Emblemen ichida 5000 Sunset. Buni darhol olamiz katta tezlikda.
Slavniy Epoxa eventi taxminan 4 hafta davomida tugaydi. Bu bo'limda maxsus vazifalar tayyorlab qo'yilgan ekan. Ularni bajaramiz va jetonlarga ega bo'lamiz. Jetonlarni maxsus paklar va o'yinchilarga almashtirishimiz mumkin. Bu galgi eventdagi vazifalar o'tgan galgi eventdagi vazifalarga qaraganda juda ham sodda va oson ekan. Men ularni o'tib bo'ldim. Mana ko'rib turganingizdek galeriya bo'limiga kirdik. Galeriya bo'limida jetonlarga futbolchilarni almashtirish mumkin ekan. Bu jetonlarni tez va ko'proq yig'ish uchun o'yinchilarni дополнительное времяda ochiladigan paklar jetoniga almashtirib, o'sha yerdan 5000 jetonga almashtiriladigan pakni ochsangiz, u yerda mana bu futbolchilarni sotib olish uchun beriladigan jetonlardan ko'proq berishi foiz yuqori. Jamoangiz urovini qancha yuqori bo'lsa, shuncha ko'p jeton beradi. Bu yerda Gerard bilan Torresning kardi bor ekan. Gerardning kardini yutish uchun 3 futbolchini sotib olish kerak ekan. Carragher, Xavi Alonso, Gerardni sotib olsangiz, shunda bu Gerardning 115lik kardini bepul olishingiz mumkin ekan. Torresnikini esa boyiga videoni boshida ko'rsatganim 50 pointsdan paklarni ochsangiz, shuning ichidan yutib olishingiz mumkin. Torres Siyosining abonement bo'limi. Bu abonement bo'limida biz nimalarni olishimiz mumkin? Agarda siz Siyosining abonement maxsus biletini $14 sotib olsangiz, bu yerda 110 qanot yarim himoyachisi bor ekan va Francesco Tottining kardi bor ekan va 114 bo'lishi kerak. Menimcha buni 4 marotaba kuchaytirilgan holatda berar ekan va umumiy hisobda 1,5 points ham olishingiz mumkin. Agarda $14 maxsus biletni sotib olsangiz. Va nihoyat konteyner Slaviy paklarini ochishni boshlaymiz. Birinchi pak 50 points va biz boshladik. Qani ko'ramiz nima chiqadi. 300 nimadir trenirovkani almashtirish uchun ishlatiladigan narsa. Bu yerda pointslar borgan sari ko'tarilib borar ekan. Afsus, men qattiq adashdim bu yerda. Nimalar qilib qo'ydim a? Siz sotib olgan Drivadnom sanaqa points sog'amiz. Men bunday bo'ladi deb o'ylamadim. Har bittasi 50 pointsdan bo'lsa 12tasini 600 hisobladim. Qolgani 250 points o'zimni hisobimda qoladi deb o'ylagandim. Afsus, mana har bittasini birma-bir ochishni boshlaganingizda borgan sari ko'tarilib borar ekan. Bundayligini bilmagandim. O'yinchilar almashtirish uchun jeton berdi bizga 450. Umumiy hisobimizda adashmasam 455 bo'ldi jetonimiz. Siz uchorani xom sanagan ekanmiz. Mayli, hech qisi yo'q. Endi magazindan paklarni ochamiz. Birinchi arzonroq 3000 samosvetlik pakni ochib ko'ramiz. Qanday futbolchi tushadi. Hop. Единичный комплект. Бонусный игрок. Ajoyib shaxmat donajalaridan qilganman buni. Villarreal, Parejo,
Parejo yaxshi, yangi sostav uchun, yangi jamoa uchun yaxshi bo'ladi. 111lik kart. Qani endi 7,5 minglik pakka ochib ko'ramiz. Qani nima chiqadi bu yerda? Kim chiqadi? Qanday chiqadi? Bonusli игрок. Jazoir, Pepe, Al-Hilolmidi? Riyad Mahrez. O'ng qanot yarim himoyachisi. Yaxshi. Bizni jamoaga juda ham kerakli o'yinchi chiqdi. Bundan xursandman. Tak endi 15 ming samospetflik pakni ochib ko'raman. Bu yerda juda yaxshi futbolchilar turibdi. Minimum 111, patolog 115. Yaxshi, bu yerda menga asosan eng kerakligi mayli, mana bu Mascherano bora qolsin. Mascheranoga ham rozi edim tushganda. Xo'p, 114lik kartning tushish ehtimoli 6,45%. Tushishi qiyinroq ekan. Xo'sh, qani ko'ramiz kim chiqadi. Tavakkal bu yog'i endi. Bonusli игрок. Qani ketdik. Fransiya. Varatar. Los Angeles. Lloris tushdi. Lloris kerak emas edi. Mayli, sostavimda yaxshigina darvozabon yo'q edi. Mayli, darvozabon ham bo'laveradi. Rozi bo'lmasdan boshqa iloji yo'q. Buni bir kunda bir marta ochish mumkin ekan. 15 minglik samospetflik pakni. Bu yerda sotiladigani bor ekan. 15 mingligi. Bu bo'lmaydi. Qani endi 7,5 minglikni ochib ko'ramiz. Bitta endi video qiziqarli bo'lsa, o'zi aslida ochkim yo'q edi. Baribir yaxshi futbolchi tushmaydi. Shuning uchun ochkim kelmaganda. Mayli, video qiziqarli chiqish uchun ochdim. Qisqasi Roma. Nitika 110. Yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bu yerdan ko'nglim qoldi. Endi boshqa bo'limga o'tamiz. Bu yerda bayroqchamiz bor edi. Samospetov olsammikin yoki o'yinchi pakini ochsammikin? Nima deysizlar? Yoki o'yinchi kuchaytiradigan balansi 4710. Yaxshi bir 3-4 futbolchini full qilish mumkin ekan. Qani yoqasam mana bu yerda 10 minglik pakimiz bor ekan. Shuni ochib ko'ramizmikin? Yoki Samospetov olsammikin? Mayli, pakni ochamiz. Bu yerda ham kuchli o'yinchilar bor ekan. O'sha boya aytganimdek, menga Mascherano kerak. Qani ketdi, go. Mascherano. Yo'q. Shirvinyo. Mayli, bu ham bo'ladi desam yo'q. Bu o'yinchi menga umuman kerak emas. Bu pozitsiyada o'ynaydigan o'yinchi kerak emas menga. Chunki mening sxemam boshqacha. Mening sxemamda chap qanot hujumchisi yo'q. Mana mening sxemam. Xo'sh, Riyad Mahrezni tashlaymiz.
Bosh jamoam 111 o'yin bo'ldi. Endi bu yerda transfer bozoriga kiramiz. Bu yerda o'yinchilarning narxi keskin tushib bormoqda. Har daqiqa desam xato bo'ladi, har soatda tushmoqda. Sezilarli darajada tushmoqda. Misol uchun Shevchenko ancha arzonlab ketgan. 117 full versiyasi bo'ladi. Sizlarga maslahatim transfer o'yinchi sotib olishda hozir sotib olmanglar. Nima desam bo'ladi? Bu hafta umuman o'yinchi sotib olmanglar. Agar sotadigan o'yinchinglar bo'lsa, tezroq sotib olinglar. Narxi tushib ketadi. O'yinchi sotib olmoqchi bo'lsangiz, maslahatim yangi haftagacha, ya'ni dushanba, seshanbagacha kuting. Bu haftagacha hamma yangi paklarni ochadi, yangi o'yinchilarni oladi va eskilarini sotadi. Shunda eski o'yinchilar juda keskin tarzda tushib ketadi, deyarli suv tekin qoladi. Shunda arzon o'yinchilarni olib, sostavingizni ozmuncha kuchaytirib olishingiz mumkin. Bugungi videomiz shu bilan yakunlandi. Umid qilamanki sizlarga foydali va qiziqarli bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikr va savollaringizni izohlarda qoldiring. Ularga albatta javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha